Assalomu alaykum muftiy hazratlari. Assalomu alaykum hurmatli prezidentim. Siz bilan butun musulmon ummati uchun mehr oqibat, saxovat va hamjihatlik ayyomi bo'lgan muborak Qurbon hayiti arafasida muloqot qilyapmiz. Yana davoshingizni eshitgandan xursandman. Rahmat. Siz orqali muqaddas Makka shahridagi haj amallarini ado etayotgan barcha hojilarimizni ushbu qutlug' bayram bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Mana shunday unutilmas kunlarda el yurtimizga tinchlik va farovonlik tilab, yoshlarimizning baxti saodatini so'rab qilayotgan ezgu duolaringiz Alloh taolaning dargohida iloyim qabul bo'lsin. Amin. Hurmatli shayx hazratlari, xabaringiz bor, yangi O'zbekistonda har yili 15 ming nafardan ziyod vatandoshimiz muborak haj safariga bormoqda. Bunday ulug' ne'mat uchun yaratgan Parvardigorga har qancha shukronalar aytsak, albatta arziydi. O'zingiz bosh qosh bo'lib Makka va Madina shaharlarida katta tashkiliy ishlarni amalga oshiryapsiz, ko'rib juda xursand bo'lib turibman. Albatta alohida aytish kerak, podshohlik rahbariyati ko'magida ziyoratchilarimiz uchun barcha zarur sharoitlar ham yaratilmoqda. Hurmatli muftiy hazratlari, oxirgi yillarda diniy ma'rifiy sohalarda islohotlarimiz xalqimiz qalbiga, ma'naviyati va ma'rifatiga juda katta ijobiy ta'sir ko'rsatyapti. Imom Buxoriy majmuasi, Islom sivilizatsiyasi markazi, Marg'iloniy majmuasini foydalanishga topshirdik. Bugun shu maskanlarda bo'lgan mehmonlar ulug' ajdodlarimizning bebaho merosi bilan yaqindan tanishib, o'zlari xursand bo'lib, qayta duolar qilyaptilar. Qadrli shayx hazratlari, ziyoratchilarimizning sog'liqlari qanday, kayfiyatlari qanday, ulardan qanday xabarlar va niyatlari bor, sizdan eshitmoqchiman. Assalomu alaykum hurmatli prezidentim, yana bir karra. Avvalo yurtimiz hojilarini samimiy salom va ezgu tilaklarini yetkazishga ijozat bergaysiz. Sizni rahnamoligingizda haj safari uchun barcha tashkiliy ishlar amalga oshirilgani va yuksak e'tibor uchun minnatdorchilik bildiramiz sizga. Shunday ehtiromdan ruhlangan ziyoratchilarimiz muborak manzillarda sizni haqqingizga juda ko'p duolar qilishyapti. Qolaversa, yurtimiz rivoji, xalqimiz farovonligi, yoshlarimiz ilmi ma'rifati uchun iltijolar qilmoqdalar. Alloh taologa shukrki, bu yilgi haj mavsumi juda yuqori kayfiyat va yuksak saviyada o'tyapti. Makka, Madinadagi sharoitlar barchaga manzur bo'lyapti. Hojilarimizga 8 nafar ulamodan iborat delegatsiya, 305 nafar 50 boshi, 65 nafar ishchi guruhi, 50 nafar shifokor, 12 nafar yurtimiz oshpazlari xizmat qilishyapti. Mamlakatimizning 9 ta aeroportidan hamyurtlarimiz to'g'ridan-to'g'ri Madinaga yetib kelib, Rasul alayhissalomning masjidlari yonidagi 5 yulduzli mehmonxonada istiqomat qildilar. Bu esa Masjid-i Nabaviyda ko'p ibodat qilishga imkon berdi. Ayniqsa jannat bog'laridan bir bog' deya ta'riflangan Ravza-i Sharifni ziyorat qilish va u yerda el, yurt va sizni haqqingizga duolar qilishlikka muvofiq bo'lyaptilar. Hurmatli prezidentim, hojilarimiz salomatligini doimiy kuzatib borish uchun sizni topshirig'ingizga muvofiq 50 nafar oliy toifali shifokor jalb etildi. Ular orasida fan doktorlari, fan nomzodlari ham bor. Hojilarning sihatlari ko'zdan kechirilib, kerakli yordam, maslahat, dori-darmon hammasi berilyapti. Muolaja uchun kerakli jihozlar mavjud. Yurtimizdan kerakli dori-darmonlar olib kelindi. Oshxonalarda ham hamma zarur sharoitlar yaratildi, qulayliklar qilindi. Bir necha ming kishilik oshxonalarda yurtimizdan kelgan mohir oshpazlarimiz ovqatlarini, milliy taomlarimizni pishirib beryaptilar. Ma'rifiy suhbatlar bo'lyapti, tajribali imom domlalarimiz suhbatlar qilib turibdilar va Qur'oni Karimdan minglab xatm bo'lyapti. Yakunida sizni faoliyatingizga rivoj so'rab, xalqimiz farovonligi, yurtimiz ravnaqi va eson omon ona vatanga qaytishni tilab duoyi xayrlar qilmoqdamiz. Hurmatli prezidentim, sizni tashabbusingiz bilan Ramazon oyida 1 trillion 50 milliarddan ziyod mablag' xayriya qilindi. Millionlab qalblarga mamnunlik ulashdi. Mana shunday savobli ishlarni davomi sifatida 100 nafar hamyurtimizga prezident hojisi sifatida haj safariga yuborilgani juda katta quvonchli voqea bo'ldi. Ular hozir Madinadan Makka tomon kelishyaptilar. Hammalari xursand, ko'zlarida xursandchilik yoshi, qalblari bilan
sizni haqqingizda duoda bo'lyaptilar. Hurmatli prezidentim, o'zi bu yil biz uchun tarixga yozib qo'yadigan, oltin zar harflar bilan yozadigan voqealar bo'ldi. Jumladan Islom sivilizatsiya markazi Imom Buxoriy majmuasini siz butun musulmon ummatiga tuhfa qilib berishligingiz bu albatta katta marhamat bo'ldi. Arabistondagi ulamolar bilan ko'rishganimizda hammalari borib ziyorat qilish ishtiyoqini bildiryaptilar. Yaqinda Turkiston shahrida muhtasham jami masjid Qozog'istonda sizni sa'y harakatingiz bilan bunyod etilib, qardosh qozoq xalqiga tuhfa etilgani ham chinakam birodarlik namunasi bo'ldi. Shu voqeadan so'ng Qozog'iston muftiysi menga qo'ng'iroq qilib, o'sha shahar aholisi juda mamnun bo'lganligini, ko'p duolar qilayotganini, savobi to'xtamaydigan solih amal bo'lganligini to'lqinlanib gapirib berdi. Hurmatli prezident, haj amallari ado etiladigan Mino va Arafat kabi tabarruk joylarda yaratilgan sharoitlar sizni topshirig'ingiz bilan avvalgi yildan ko'ra ancha yana rivojlandi. Biz bu yerdagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi va barchamiz chiqib o'sha yaratilgan sharoitlarni ko'rdik va sizni biz oldimizga qo'ygan vazifalarni oxiriga qadar eng maromida bajarishlikka harakat qildik. Ayniqsa o'sha mana bu yil Minoda o'tgan yili Arafatda biz chodirlarini issiq o'tkazmaydigan sendvichdan qilgan edik. Bu yil Minoda ham xuddi shunaqa holatda qilindi. Minoda ham maxsus firyonlik konditsionerlar qo'yildi. Hamma sharoitlar yaratildi. Alloh nasib qilsa, yakshanba kuni kechqurun siz oq Fotiha bersangiz, hojilarimizni biz Mino tomon olib boramiz. Hurmatli prezidentim, ruxsat bersangiz, men bir gapni aytishda o'zimga faxr bilaman. Bu gapni takror aytaman, hurmatli prezident. Siz 2 marta Baytullohga kirgansiz, birga ko'rganman. Mana shu Baytullohda xalqim deb eli yurtimiz haqqiga duo qilganingizga guvohman. Endi mana shu aziz xalqni 15 ming nafar vakili Arafatda sizni haqqingizga, rahmatli ota-onangizni haqlariga, yurtimiz ravnaqi uchun duolar qilishlikka hammamiz niyat qilib turibmiz va albatta duolarimizdan keyin vatanga ezgu tashabbuslar bilan qaytamiz. Hurmatli prezidentim, fursatdan foydalanib butun hojilar nomidan muborak Qurbon hayiti bilan samimiy qutlayman. Alloh taolodan sizga mustahkam sog'lik, kuch-quvvat, uzoq umr, ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Ilohim, o'ylagan barcha orzu maqsadlaringizni ro'yobga chiqsin, hurmatli prezidentim. Allohdan so'raymizki, takror yaqinlaringiz bilan Baytulloh ichida duolar qilishingizni Alloh nasib etsin. Allohim o'zini hifzi himoyasida asrasin va barchalarimizni sizga duoyu salomlarimizni qabul qilgaysiz. Rahmat sizga yana bir karra, hurmatli prezidentim. Katta rahmat sizga muftiy hazratlari, yana bir marta mana shu aytgan hamma gaplaringiz o'zingiz Makka mukarramada yurtdoshlarimizga chinakam namuna bo'lyapsiz. Har bir so'zlaringizni, har bir uchrashuvlaringizni xalqimiz juda katta mamnuniyat bilan qabul qilyapti. Yana bir xushxabarni aytmoqchiman. Kecha Qurbon hayitini nishonlash to'g'risida qaror ham imzoladim. Ro'za Ramazon kunlarida xalqimiz juda minnatdor bo'lib, odamlarimizning kayfiyati juda ko'tarilgan edi. Shu nasib bo'lsa bu gal ham ayyomni yurtimizda boshqacha fayz, shuquq bilan o'tkazamiz. Bugun esa yana bir qaror imzolaganim. Hayit munosabati bilan ehtiyojmand aholi qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, bolalarga murakkab jarrohlik amaliyotini o'tkazish, og'ir kasallikka chalingan yurtdoshlarimizni davolash uchun qo'shimcha mablag'lar qancha kerak bo'lsa shunchani ajratdik. Masjid va qabristonlarni obod qilishga ham alohida resurslarni yo'naltirish ko'zda tutildi. Endi u doimiy tizimli bo'ladi. Duogo'y hojilarimiz yurtimizga eson omon qaytib, islom ma'rifati va sog'lom e'tiqod xalqimizga, barcha o'g'il qizlarimizga albatta teran yetkaziladi deb ishonaman va mana shunday katta duolarini ko'rib xalqimiz men ham juda xursand bo'lyapman. Aytganingizdek mana shu 100 ta prezident hojilari ham xalqimizda obro'li hamma sohani egalari borganlari, baribir mehnat, adolatli mehnat, xalqqa bo'lgan muhabbat hech qachon esdan chiqmasligi yangi O'zbekistonda zamini. Shuning uchun ularga ham, butun ziyoratchilarga, butun hojilarga yana bir marta meni nomimdan alangali salom, tinchlik, omonlik va
so'zimning oxirida Alloh taoladan savobli amallaringizni o'z dargohida qabul qilishni, barchangizni sog' omon qaytishingizni so'rab qolaman. Katta rahmat sizga. Rahmat sizga hurmatli prezidentim. Alloh taolo bu qilayotgan xayrli ishlaringizga ajr mukofotini bersin. Mana Qurbon hayitida yana minglab xonadonlarga xursandchilik kirishini eshitib ko'zim yoshlandi. Alloh taolo bu qilayotgan xayrli ishlarni bardavom qilsin. Ilohim yurtimiz tinch, vatanimiz obod. Alloh taolo sizga kuch-quvvat, uzoq umr bersin. Ko'p yillar mana shu xalqimiz ustida rahnamo bo'lib, mana shunday yaxshi xalqni xursand qiladigan ishlarni qilishlikda Allohim o'zi nusrat bersin. Inshaalloh Arafat tog'ida 15 ming hoji ko'targan 30 ming qo'llarimiz sizni haqqingizda, yurtimiz haqqida, vatanimiz haqqida inshaalloh fayzli duolar bo'ladi. Sizga ham katta rahmat hurmatli prezidentim. Yana bir marta butun hojilarga duolarda xalqimizni tinchligi, yurtimizni obodligi, yurtimizga ko'z tegmasligi uchun Yangi O'zbekistonda qilgan hamma amallarimiz iloyim xalqimizning manfaatiga xizmat qilishga duolar qilishini juda iltijo qilib prezident so'radi deb ayting. Rahmat sizga. Katta rahmat. Xo'p bo'ladi prezidentim. Sog' bo'ling, ko'rishgancha omon bo'ling. Kutib qolamiz eson-omon kelishlaringizni hammalaringizni. Allohga omonat. Rahmat. Sog' omon bo'ling.